Muz tutqan daryo. Abdur Habibullah Abdumit. Tahlimakan Uyg'ur nashriyati. Muhtaram kitobxon. Qo'lingizdagi Muz tutqan daryo nomli romanning muallifi yozuvchi Habibullah Abdumit 1965-yili 8-oyning 31-kuni Sharq Turkistonning G'ulji shahrida bir qo'l hunarvan oilasi dunyoga kelgan. 1973 va 1983-yillargacha G'ulji shahar 12-boshlang'ich maktabda va G'ulji shaharlik 7-o'rta maktabda o'qigan. 1983-yili va 1988-yilgacha Sanoat institutining mashinazorlik fakultetida o'qigan. Oliy maktabni bitirgandan keyin Urumchi shaharlik oshliq idorasiga xizmatga taqsim qilingan. U 1995-yili 11-oyda Germaniyaga hijrat qilgan. U 1999-yildan 2002-yilgacha Myunxen Texnik universitetining mashinazorlik fakultetida o'qigan. 2002-yildan 2004-yilgacha injenerlar uchun hunar san'at nomli maktabda kompyuter texnik bilimlari va mashina elementlarini programmalash kasbida bilim oshirgan. Hozir Germaniyadagi dangliq stanok ishlab chiqaradigan Sprinter mashinazorlik zavodida muhandis bo'lib ishlayotdi. Habibullah Abdumit bir mashinazorlik muhandisi bo'libla qolmay, yana adabiy ijodiyatdagi yuqori shijoatini va ajr mehnat mevalari bilan tutilayotgan yaxshi bir yozuvchidir. U o'zining tirishchanligi va cho'nqur izlanish ruhi bilan o'z xizmatidan sirtqi vaqtlardan to'liq foydalanib, adabiy ijodiyat bilan shug'ullanib kelmoqda. U 2016-yili Muqaddas vazifa nomli hikoyasini yozish orqali rasmiy adabiy ijodiyatga qadam tashlagan edi. Shuningdan buyon 60 dan oshiq hikoya, adabiy axborot va obrazlarni yozib, tor dunyosidagi o'qirmanlarning qizg'in olqishiga muyassar bo'ldi. U yana Jaloliddin Rumiyning Masnaviy nomli cho'ng hajmdagi asarni turkchadan uyg'urchaga tarjima qilib, uningdagi parcha-parcha hikoyalarni bir butun hikoya shakliga keltirib, Masnaviydan Durdonalar nomli kitobini nashrdan chiqardi. Uningdan boshqa yana Mavlona dargohidan Durdonalar nomli tarjima kitobi va o'zi yozib chiqqan Jaloliddin Rumiyning Tafakkuri nomli kitoblari orqa-orqadan nashrdan chiqdi. 2021-yili bo'lsa Tashalma nomli hikoyalar to'plami va marhum liderimiz Muhammad Amin Bug'roning butkul hayot tarixiga bag'ishlab yozilgan 2 qismli Yo'l nomli tarixiy romanini nashrdan chiqarib, muajiratdagi keng o'qirmanlarning qizg'in olqishiga erishdi. 2023-yili bo'lsa Mas'ud Apandi nomli tarixiy romani nashrdan chiqdi. Qo'lingizdagi Muz tutqan daryo nomli mazkur roman bo'lsa, Uyg'ur romanchiligining jumladan ona tilimizning mahjud bo'lib turishi va taraqqiyot uchun tinimsiz tirishayotgan mo'l husulliq yozuvchi Habibullah Abdumitning navbatdagi Uyg'ur millatining boshiga kelgan irqiy qirg'inchiligini tema qilib yozib chiqqan ilmiy amgikining mahsulidir. Muz tutqan daryo roman. Mazkur roman 2023-yili 1-oyning 1 va 2023-yili 8-oyning 19 oralig'ida Myunxenda yozildi. 1-bob. Tong quyoshi olamni yo'rtishga boshlagan chog'da Qozog'istonning Olmaota shahridan tunigan kechda uchgan aeroplan 6 soatlik uchish musofasini tamomlab, Germaniyaning Frankfurt shahrining havo bo'shlig'iga yetib kelgan edi. Derazadan tövəngi nigahni ag'dirib bir jup kulrang ko'zning oldida sharqdan g'arb tomon eqiyotgan Mayin daryosi ajoyib hayvatlik va erkin eqiyotgan edi. Go'yo ushbu zaminda eqishga muyassar bo'lgan dastlabki kundan boshlab, shundoq erkin, shundoq sho'x, shundoq yiqimliq, shundoq toza, shundoq she'rdek hissiyotliq va shundoq bahayvat tinimsiz eqishga va'da qilgandek eqiyotgan daryo suyi Bajoyiki samodagi parilarning chochlaridan yeshilib yer yuziga tushgan mavi lentidek yengil to'lg'inib turadi. Bir lahza beqishdan keyin suv so'zilgandek ko'ngli birdilla ro'shanlashib qolgan yosh xonim xushalliq yugurgan yuzini o'g'li tarafga qaratdi va beqiniga beshini yo'lab, uxlayotgan 5 yoshlardagi o'g'lining tundek qora sochlarini sutdek oppoq qo'llari bilan mehrlik siladi. Bolaning yumilgan ko'zlarini quyuq, uzun kirpiklari yepib turadi. Nashpit chechigidan andiz olgan oppoq yuzida bir xil xotirjamlikning zararchilari yaltiraydi. Yengil tiniqidan yengil uzilgan attargulning hidi kelayotgan edi. Balini baldek tatliq uyqu o'z qo'yniga olgan bo'lib, uyquliq bu hali to'liq yiqimliq edi. Balining qandoq baxtli tushlarning ichida uzib yurganligi chiroyli tabassumidan bilinib turadi. Aluvchidak lavlari va chiroyli burni bilan qoshlari bo'lsa, bu go'dak balaning cho'chaklardagi pari qizlarni o'ziga maftun aylaydigan tangdish yo'q chiroyli yigitlardan bo'lib o'sib yetilishiga kafolat berayotgan edi.
Başqa ishlarga bir öri, 2 aydan beri birinci qatam o'g'lining bunda xotirjam uxlaganligini ko'rgan yosh xonim o'zini bu dunyodagi eng baxtli onalar qatoridan chaqlab, xotirjamlikning qo'yniga o'z ixtiyori bilan kirishga majbur bo'layotgan edi. Yana shundaqdimi narsani ko'rganda egisi esinga keldi degandek, erini seg'inib, o'yga to'lgan ko'zlarini yana derazaga tikdi va daryoga boqdi. Shu damda başlarını qo'ltiqqa qistirib, jonlarini alqiniga elib uydan chiqqan ana shu tong sahari bilan muz tutgan daryodan kechgan 24 soatlik o'z umridagi eng xatarlik, eng mushaqqatlik va tavakkülchilikka sir bo'lgan safardan yodidan Mayin daryosining iqishini bo'ylab asta-asta ketishga boshladi. Qishning uzun tunlari oxirlashmagan bo'lg'achqa, mahalla qop-qorong'u kechining changalidan teq qutulib chiqmagan edi. Yiroqlardan anglayotgan etildaq po'jangzining pang-pung qilgan ovozi onda-sonda anglanib turadi. Saharda sayraydigan shonli xo'rozlarning ovozi bilan kecha jimjitligiga aram bermaydigan mahalla itlarining qovug'an ovozlari yo'q edi. Ustiga oppoq qordan yepincha ortib olgan oq teraklar bilan tor ko'chalar jimjit uyquga patgan edi. Bugun dal 2018-yili 16 fevral bo'lib, Xitoylarning an'anaviy dehqonlar kalendari bo'yicha hisoblanganda, yangi yilning 1-kuni, texmi aniqroq qilib aytganda 2 yilning 1-kunining qoq sahar vaqti edi. Ushbu kun Xitoylarning bayram kuni bo'lganligi uchun kechacha etildaq etib bazmagan ba'zi Xitoylarning tong yurish oldidimi birdan ikkidan etayotgan etildaqlarning ovozlari yiroqlardan bu Uyg'urlar o'ltiraqlashgan mahallaning tong etish oldidagi sukunatini buzmoqda edi. Yosh xonim bilan bola o'z qo'rosi ichidimi qandoq birlariga chap to'ydirib qo'yish uchun xavfsiragandek, oqshom yoqqan mamuqdek yumshoq qorlarning ustiga putlardan uchida bir dastlab, 2 dastlab darvozaning oldiga keldi. Bolaning onasi, ya'ni yosh xonim qo'ldagi safar so'mkasini qorning ustiga qo'yib, darvozani ichidan taqaydigan qog'i tumshuq ilg'ishni yuqoriga ko'tarib ochgandan keyin o'rinsiz ovoz chiqib ketishidan saqlanish uchun to'mir ilg'ishni asta-asta to'manga qartib qo'ydi. Yana shundaqdimi tirim qilgan yengil tovush chiqib, ona bolaning tiniqidan boshqa ovoz anglanmayotgan Qur'onning jimjitligiga tovush qo'shgan edi. Dal mushu chog'da bolaning ko'zlari ixtiyorsiz chaqchayib ketdi va kumush bola qushning sepidek o'ng begiz barmog'ini nepizlavlariga tekkizib turib, onasini darvozani tovushsiz ochishga ogohlantirdi. Ondan darhol o'zini ruslab, 2 qo'li bilan o'shni so'mkasining 2 beg'ini tuzashtirdi-da, onasining oldiga o'tib, notadek qo'llari bilan darvozaning bir qanotini pam bilan ozroq oldiga tortdi va go'yo tuxumning shaklini yerib, tumshuqini amdil erkin dunyoga qartib chiqargan cho'jilardek, darvozaning yo'chiqidan mavi ranglik yung ipdan to'qilgan do'ppi kiygan beshini sirtqa chiqardi. Balaning yuragi tulkidan qochib uvusiga aran yetishgan toshqinning yuragidek düp-düp qilib so'qiyotgan edi. Bala yuzini go'yo ashu qochqin toshqandek uyoq-buyoqqa qartib, odamsiz ko'chaning ikki tarafini ko'zatib, atrofiga quloq soldi va ko'chada ansirgudek bir alomatning yo'qligini jazmlashtirgandan keyin darvozani shapsiz ochib sirtqa chiqdi. Tor ko'cha oppoq qorga ko'milib ketgan bo'lib, go'yo shimoliy qutbdagi qora muzlarga ko'milgan pinhon makonga o'xshash, shunchalik jimjitlikning sukunati qo'ynida tim-tinch uxlamoqda edi. Faqat ushchoq qora ushqunlarning shildirlashlaridan boshqa bir ovoz va yosh xonim bilan boldan boshqa inson bolasi ko'chada yo'q edi. Yosh xonim chaqmoqdek tez harakat qilib, yonchuqidan oldin tayyorlab qo'ygan qulupini darhol chiqarib, darvozaning temir halqasiga soldi. Bu chog'da bola darhol qo'yniga tiqib olgan piljoktorni chiqarib yondirdi va yo'riqlikni onasi tarafga qaratdi. Yosh xonim qatnashqa qaysi taraf bilan menish to'g'risida sal ikkilanib qoldi va o'z-o'ziga xafa bo'lgandek va yana ba'zi bir ishlarni chala qilib qo'yganidan o'ziga o'shlik kelgandek qilib, chik qilgan tovushni qardek oq tishlarining orasidan chiqarishga ulgurgan edi. Yosh xonim bir haftaning oldida lagerga elib ketilganiga to'p-to'g'ri 1 yil bo'lgan yerdan birinchi qatim maktub topshirib olgandan keyin erining orzusini yerga keltirish uchun jiddiy safar tayyorliqlarini qilgan va qilayotgan ishlarining busini chiqarmay bitirgandan keyin plan bo'yicha bugun saharni eng muvofiq, eng bexatar vaqt deb chaqlab, mazkur safarga otlangan edi. Yosh xonim bir lahza o'ta o'tmayla keskin qarorga keldi-da,
Oң tarapdaki 3 do'konga tutashgan tar ko'cha bilan mang'andan ko'ra, sol tarafda ko'rinib turgan cho'ng ko'cha bo'yicha mangsa, jesakchilardan diqqatini o'ziga tortmaydiganligidan amin bo'ldi va o'ng qo'lda so'mkini ko'tarib, sol qo'lda o'g'lining qo'lini tutgan peti tez-tez qadam elib, ko'rikdan o'tgandan keyin cho'ng ko'cha do'qmushiga chiqdi. Ko'chada haqiqatan odam yo'q edi. Faqat uduldagi tarxaltı ko'chaning ichidagi oilalar qurasida o'ltiradigan, mushu mahalladagi yolg'iz bir oilalik Xitoylarning kechada atgan etildaqlarining qoldiqlari chaylangan qorlarning ustida chechilib yotadi. Buningdan boshqa yana qor dovullarning ustiga sanjib atgan etildaqning cho'kidagi yog'och saplari u yer bu yerlarda ko'zga chiliqib turadi. Tang texi yurmagan bo'lg'achqa bularni ilg'i qilish qiyin bo'lib, faqat bolaning qo'ldagi piljoktorning yo'rig'idala ular ana shunday ro'shan ravishda ko'rinayotgan edi. Darvaqa mushu tarxaltı ko'cha eg'izdagi qorlarning oppoq yuziga tushgan qora dog'lar va sanjiqlar turgan cho'kidagi yog'ochlar ana shu etildaqning qoldiq axlat chavallardan boshqa nima bo'ladi deysiz? Ha rost. Go'yo ajdodlarimizning orzu-armonlarini, tajriba saboqlarini va nasihatlarini o'yib qoldirgan Urxun daryo bo'ylaridagi mangu tosh obidalariga o'xshashroq ko'rinadigan bir tosh bo'lsa, bir chetda turib o'zining sovuq yuzini ularga qartib turadi. Ushbu tosh janub tarafda ko'rinib turgan Ko'nchi mahallasiga tutashgan cho'ng ko'cha bilan g'arb tarafdagi 3 do'konga tutashgan tar ko'chaning dal kesishgan joynikiga beligicha paturilib o'rinlashtirilgan edi. Mazkur tosh o'zining 1 metrdan oshiqroq keladigan gavdasini mushu so'g'oq saharda ona bolaga ro'shan ravishda namoyon qilib, ularni uzitayotgan birdan-bir jism edi.